Assalamu alaykum. Ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, UN TV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlar bilan yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. Ramazandan keyingi va yuqum cheklimisidan keyingi kunlardagi suhbatimizni boshlash oldida turibmiz. Bugungi suhbatimizni biz Ramazanның aldida Uyghur Yevropa ansambli bilan birlikda ularning ishkiligini tabriklash munosabati bilan o'tkazilgan naqsh kechiligini xayr saxovat iyoni kechiligi qilib birlikda tabriklagan edik. Shu vaqtida kechilik tushgan iyoni pullarni Ramazan vaqtida qanday tarqatdik va qaysi o'rinlarga berdik deganlar haqida biz ko'pchilikka bir ma'lumot beraylik, ekran oldiga kelib o'tirdik. Ben sizlerning sirdosh do'stingizlar Xadicha Uyg'ur. Bugun biz bu suhbatimizga Uyg'ur Yevropa ansamblining raisi Muxtar apandimni alayda taklif qildik. Assalomu alaykum Muxtar apandi, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Va alaykum assalom Xadicha xonim. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq ko'ruvchilar. Hammanglarga men Muxtar Abdukarim Jambozdan o'tliq salom va oliy ehtirom bo'lsin. Ve aleyküm esselam. Muhtar efendim, biz aldı bilen şu Uyghur Yevropa ansambli hakkında azırak bir düşünceye ega bolsak. Mesela Yevropa ansambli degenge qaraganda çoxum Yevropa devletlerinden teşkil tapgan azalar deb düşündüm. Sizlerinki bu ansamblda qancha a'zo bor? Her az onu bilishdan burun aldı bilen sizning to'naylarsiz. O'zingizni bir tunishtirib o'tsangiz. Rahmat. Deganingizdak ansamblni tunishtirishdan burun o'zimni qisqacha bir tunishtirib o'tay. İsmim Muxtar Abdukarim Jamboz, Qashqar viloyatiningki Fayzvat noyi, ya'ni Jamboz yezida tug'ilganligim uchun Jamboz ismi bilan familiya qo'ydik. Shuning uchun to'liq Muxtar Abdukarim Jamboz degan ismni qo'llanishga bulanıqını başlığına bir 10 neçə yıl oldu. Bunlardan. Feyzvat tuğulğan 87-ci üniversitetini başladım Beycan'da. Naylik birinci oturunu tüketip 1987-ci Merkez Milletler Üniversiteti'ne okuş girdim. 6 yıl okuş jarayonida Uyghur halkının ataqlıq kompozitori ve dutar şair Abdurrahmet Ustaz bilen tanışış şerefe geçtim. Şu jarayonda yüzem başta ravab qiziqib, ravab chelib, naqsh etishga qiziqib, shu taraflarda taraqqiy qilay deb o'ylab yurgan mezgilning o'zida Abdurrahmet Ustazningki taklifi bilan dutar kasbini, yani dutar çeliş ve naqsh etishni üniversitetdagi ishdan sirtqi vaqtlarimda shu dutar chelib naqsh etishni Abdurrahmet Ustazni o'rgandim. 93-yil o'qish bitirib, Abdumir oylik tashqi savdoda 9 yildak ishlagan bo'ldik. 2002-yili Alloh nasib qilib Shvetsiyaga ko'chman bo'lib keldim. 2002-yildan hozirgacha bu Shvetsiyada yashayapman. Demek siz endi o'tgandim deyishdik, bu ansambl qurilg'ili hozir 2 yil bo'ldi. Bu ansamblninki a'zolari qancha? Bularning ichida ham siz kasbiy san'atchi ekansiz. Mana boshqa kasbiy san'atkorlar bormi, o'zingizda o'rganganlar bormi, ishida kompozitorlar bormi degandek bir muncha savollar deb turasiz. Yaxshi savolni so'radingiz. 2002-yili keldim deb aytdim hayotni Shvetsiyaga. Kelib bir 10 necha yil mezgillarda ama şu dünyanın her qaysi davlatlarga berib, har xil san'at faoliyatlariga qatnashdim. Noro'z faoliyatlariga taklif qildi va yoki to'y to'ykum bo'lsin, har xil bir faoliyatlar bo'lsa, shu yerga berib, bu san'at ishlari bilan shug'ullandim. Shvetsiyada o'zimning CD plastinkalarni chiqardim,
dost yarallar, qarindoshlarga taqdim qildik. Şu jarayonida şu her qaysi Yevropa davlatlaridagi yüzümüzün vatandaşlarının talebi boyunca şundaq bir ansambl bo'ldi. Şundaq san'atkorlar har qaysi davlatlarda chechilib turibsizlar. Shular bilan birlashib bir shundaq bir ansambl kemken san'at tashkiloti. Shu bo'ldi degan gaplarni ancha anglagan bo'ldim. Andiki yani ba'zi qarindoshlarimiz torda naqshi Dutta tembir ögütüdüğün kurslarını alsan olur degan qarindoshlarimiz bo'ldi. Şu talepler boyunca bu ishni qilmoq ters gapkan bu eg'izda. Eg'iz deyish oson bo'lgan bilan, ha? Qilsang bo'ladi deb talab qilgan bilan biz buni amillashtirish uchun buni ters gapkan bu. 2019-yil, 2018-yilning oxirlarida shu Türkiye'deki qarindoshlarımızga bir iqtisodiy jihatdan yordam qiladigan bir uchurlar kelishga boshladi. Yevropaga ba'zi Turkiyada yashayotgan, Istanbulda yashayotgan yaqinlarimizda bundoq bir ba'zi o'zimizning singillari, o'zimizning bolalari, o'zimizning qarindoshlarimizga mumkin qadar bir yordam qilsang deydigan bir uchurlar kelishga boshladi. Shundan bu Norvegiyadagi bizning yaqin og'aylarimiz, qarindoshlarimiz bilan bir maslahatlashib, to'xta biz bir san'at ishlari bilan shug'ullanadigan insonlar ekanmiz. Dutta tembirini ko'tarib, har xil yerlarda san'at faoliyatlarida qatnashibdi. Shuni biz bir ansambl bo'lib tashkillanib, o'zimizning san'at faoliyatidan foydalanib, iqtisodiy unum yaratib, shunaq yaqinlarimizga yordam qilsak bo'lmamdi degan bir o'y xiyol paydo bo'ldi-da. Şunun turtkisi aslida şu 2019-yil 4-oyninki 9-kuni Alloh nasib qilib 9-10 nafar san'atkorlar şu Norvegiyaninki Fredrikstad degan shahriga yig'ildik aşağıda. Yig'ilib şu ansamblni qurish ishini shu yerda tamomladik endi. Har qaysi programmalarni, qoida tuzumlarini nima qilamiz, qanaqa qilamiz degan plan ishlarni shu yerda tamamlagan bo'ldik. Endi bayatdan qancha san'atkor bor degan savolingizga javob bersam, qurilgan vaqtda 10 nafar 10 nafar san'atkorlardan qurildik. Gollandiyadan naqshchilarimiz, sazanlarimiz keldi. Norvegiyadagi yerlik sazanlarimiz, naqshchilarimiz keldi. Andikin Angliyadan kelgan bo'ldi, Fransiyadan kelgan bo'ldi. Shu vaqt eng boshda qurgan vaqtda 9 nafar a'zoyimiz bor edi. Keyin taraqqiy qilib hozir mana 16 nafar soz chalib naqsh aytadigan, usul o'ynaydigan singillarimiz, inallarimizdan taraqqiy topgan jami 16 nafar, 7 nafar a'zo qo'shilibdi-da. A'zolarimiz bor. Ondan keyin ma'muriy ishlarga yordam qilgan ansamblninki iqtisodiy ahvoli, Mashiyutcha boj idorasi bilan aloqa qilgan ma'muriy ishlarga mas'ul yana yaqinlarimizdan fidoyi qarindoshlarimiz bor 3 nafar. Ular bor. Unda olganda bir 19-20 nafar hozir shu ansamblning a'zosi sanaladigan a'zolar bor demoqchi. Mundaqcha aytganda 20 kishilik bir uyushum bo'libdi. Demak 20 odamning bir yerga kelib bir ishni vujud chiqarmag'im o'zimi bugungi kunda bir yaxshi natija u. Shu mo'yliqi birlasha olganlikning, ittifoqlasha olganlikning natijasi. Endi bularning ichida abim deganimdek qanchalik rasmiy san'atkor, qanchalik o'zidan o'rganganlar bor? Bu nihoyat yaxshi savol bo'ldi. Buning ichida 60 oylik san'at o'maklarida ili shaharlik san'at o'maklarida ishlagan, hatto Toshkentdagi konservatoriya, ya'ni san'at konservatoriyada 4 yil bilim oshirib o'qib kelgan mandaq talantliq
kompozitor desek hem de kam bo'lmaydi deb o'ylayman. O'zi not yoza oladigan, musiqa yoza oladigan, not muzikalarga, naqshlarga qarata diagnoz qo'ya oladigan xato bo'ldi, ma to'g'ri bo'ldi deydigancha muqomlarga. O'shundoq ataqliq san'atkorlarimiz var. Bundan başqa Qozog'istondan kelgan, Qozog'istondan kelib Fransiyada yerleşip qolgan Nasima Azmat ismli Aşiyada dağın çıkargan çolpanlar deymiz de ulanım da. Aşındaq çolpan bo'lgan naqshchilarimiz var. Ondan başqa sizin tanıysiz Tayir, Rahime de aşular kesbi de hem de aşular Toshkentda o'qib o'zining kasbiy talantini vatandim joriy qildirib, musha kelgandim shundoq. Hozir qadar joriy qildirib kelayotgan ajdaq san'atkorlarimiz bor. Maniki vatanda qaysi to'y to'kinlar, ya'ni ataliq ustozlardan o'zligini o'rganib, muqomlarni, musiqalarni o'zligi o'rganib, ya'ni mushada Yevropada shu ishlarni jon ko'dirib joriy qildirib kelayotgan qarindoshlarimiz bor. Endi biz Uyg'ur milleti bu san'atimizdan ayrılamayız. Biz mevcut bo'lgan kundan tortib san'at biz bilan birga, toki biz bu dunyodan yo'qolguncha bu san'at biz bilan birga mang'idi. Bu san'atga bizning Uyg'urlarningki hayoti, açıq kechirmishlari, xushallig'i, o'tmishi, tarixi, ahuzari hammasi singdirilgan. Bəzi bir tarihi yazımlarımız, materiallarımız illərdən ötüşü bilən yoxut etildi, köydürüb etildi. Hər xil səbəblər bilən hazır aramızda yox. Amma xalq sənəti. Bu xalqның içigə, adamның içigə sınıb ketgan nəsə bolğanlığı üçün bu yo'qolmaydi ekan. Muşu davam etib ketgan xalq sənəti bizga nurg'ulg'an madaniyatlarimizni əsiltidi, tarixlarimizni əsiltidi. Buningda kuylangan inoqlik, ittifoqlik, jasurlik bular bizga har bir davrning shu kartillerini yo'ritib berdi. Shunga bu san'at bizningki Uyg'ur millatininki ruhiyatiga, jismiga, mavjudligiga singib ketgan. Buni taraqqiy qildirib, buni o'zimizningki jangovarligimizni oshirish uchun xizmat qildirish bugungi kunimizdagi vaziyatning taqozosi. Sizlar shuni qurilgandan keyin balkim ularni nishon qildingizlar, albatta uning ishimiz. Ham buningdagi kunlarda mu san'at orqali odam tarbiyalash, jangovarlikqa undash, burunqi nimalarni ko'rsak, ba'zi bir kinolarni, nimalarni anglasak, har bir urushga chiqishdan burun qinini qizitish uchun shu askarlarning shundaylik jangovar naqshlar aytilgan, jangovar usullar o'ynalgan, qilish o'yintish harakatlari ashlar usul orqali ifodalangan, ashlar filmlarni ko'ramiz, ham ashundaq tarixiy dastonlarni o'qidik. Shunga endi san'atni bundan keyingi vaqtimizda bizningki ruhimizni urg'utish, jangovarlik ato qilish, inoq ittifoqlikni kuylash, vatan yurt sevgisini ato qilish, mushdan qarab yuzlandirish, taraqqiy qildirish Tıxınbek sənətimizi həqiqi cülalandırğan buldu deb hesablayman. Siz chiqandaq. Bek yaxşı təsvirləb berdiniz muatirəbli gaplarni. Həm bəzi bir mühim məzmunlarni isimga saldınız. Həqiqatan demisingizmi, bu san'at bir millatning kimligi, xuddi Uyg'ur tili, Uyg'ur millatining kimligi bo'lg'achqa, san'atmi Uyg'ur millatining bir kimligidan iborat. Men bir yerda bir sahne dutani elib do'ppamni kiyib chalsam men muxtar manga vakillik qilmayman. Men Uyg'ur millatiga vakillik qilsiz. Bulapni Yevropada bundaq shaharlarda Uyg'urning dutini, Uyg'urning do'ppisini kiyib, Uyg'ur vakolatdan Uyg'urning xalq naqshini chelib, men Uyg'urning to'ntisiz degan uchurni boshqalarga beraman. To'g'ri, albatta. Muzik san'at degan sizni xabaringiz bor. Har qanday katta yig'inlar ochilsa, bir davlatning cho'ng yig'inlari. Eng boshda davlat marshi bilan boshlaydi. Albatta. Davlat marshi musiqidan tarkib topadi. Çalgı asaplar orqali chalindi, shoirlar uning tekstini yozadi, kompozitor uning musiqasini yozadi. Boshda shu davlat marshini o'qib o'tgandan keyin davlatga bo'lgan hurmat, davlatga bo'lgan muhabbatini shu qatnashchilarning jangovarligini oshirib bo'lgandan keyin qolgan yig'inni eshitib boshlaydi. Andiki xalqimizmi xabaringiz bor,
Mesela roza et, kurban et, namazdan o'qib bo'lgandan keyin bularni Qashqa Sama. aytgan jamoasining ustida et namozdan keyin namozni o'qib bo'lib Allohga shukr Dua qanoat takbirimizni qilib bo'lgandan keyin, bo'lgandan keyin samoga tushadigan mana xalq biz endi. Jamining ustida nag'ir chaladi, past samoga tushib, o'zimizningki mana xushalligini ifodalaydigan bir xalq. Endi Ankendiler qaysi? Yevropadagi bir ellarda hamda o'zimizning bu san'atini saqlab qolish, buni taraqqiy qilish intayin muhim deb qarayman. Bugun bu bugungi vaqtda bayatın sizga deb o'tdim. 9 nafar san'atkorlar qurildik, keyindan bu 16-17 berib 20 dek bo'ldik deb. Bu qarindoshlarimiz yig'ilgan vaqtida o'zlarininki bu san'at bo'lgan muhabbati, sevgi muhabbat bo'lg'achqa o'zlarining qimmatli vaqtlarini, iqtisodlarini o'zi chiqarib 7 kundek vaqtdan chiqarib aşağı yig'ilib kelib, shu san'at ishini taraqqiy qildiriladi deb shuni qurdik. Undan keyin qurilib uzun bo'lmay shu 2019-yili 9-oyga kelganda Gollandiya bilan Belgiyada 2 maydon o'yin qo'ydik endi. Shu o'yin qo'yish mezgildimi butun san'atkorlarimiz o'zininki yuksak talantini joriy qildirdi, ham shu o'zining vaqtlarini sarf qilib, o'zining bu san'atga bo'lgan muhabbati, kuchlik his tuyg'usi bo'lganligi uchun Uyg'ur xalqining san'ati ekan mushini men o'ginibdiman, shu vaqt ustozlarni o'ginibdiman. Shunga hamda men buni saqlab qolish uchun yana xalqqa qaytug'ach Uyg'ur millatimizning mana go'zal san'atining borlig'ini Yevropadagi har qaysi madaniyatli insonlarga ko'rsatay degan niyat bilan ashuna qildik endi. Buning maqsad nima deganda, bayatın siz deganingizdek bu san'at to'xtab qolsa bo'lmaydi. Avlodlarimiz o'rgatishimiz kerak. O'zimizning shunday bir go'zal, isil san'atimiz bor bir millat ekanligimizni bu Yevropadagi davlatlarda bo'lsa hamda tashviq qilishimiz kerak-da hamda. Shunga shu nuqtadan shu qarindoshlarimiz nayt cho'ng bunga tirishchilik ko'rsatyapti-da. iqtisodini o'zining sarf qilib bir tiyin iqtisodiy manfaatni qo'g'lashadigan yoki shuhratparastlikni qo'g'lashadigan va yoki bilmayman ma'lum manfaatlarni qo'g'lashadigan mandaq bir bularda hech qanday bunday bir ideyam yo'q, faqatla Uyg'ur o'zini bani beg'ishlash joriy qildi. Deydigan ashundaqla bir ideyalarla mush ishlarni hamda Alloh rizosi uchun xalqning shu san'atini ko'rsataylik degan niyat uchun mushunday yo'lga chiqdik. Bu dunyodagi eng huzurli bir hissiyat nima desangiz, minnatsiz holda o'zini beg'ishlashgan deb qaradim men. Aşı beg'ishlashni ma'lum maqsadlarga, manfaatlarga va boshqa narsalarga bog'lab olsa, odam bek azoblanadi. Uni ilqi minnatsiz holatda butunlay ashunday holatda beg'ishlab olsa, har bir qilgan ishidan odam olamcha huzur oldi ekan. Buni ashunday g'arazsiz, maqsadsiz beg'ishlay olgan odamlar bu ta'mni tetiy oladi, bu huzurni suriy oladi. Endi muhtaram bandim ansambl haqida, san'at haqida obdan bir paranglashdik. Endi aslik temamizga kelsak, sizlar shunday bir xayrlik ishni boshlaganingizlar. Şu biz e'lon berdik ya 4-oyning 5-kuni mushtaq bir kechilik nim qilamiz deb. Shuning necha kun oldida İstanbulda pidai yoshlar bu ishga ovoz qo'shib, o'zlarining yordamchi bo'lganligini bildirib, har bir mushtaq yordam ehtiyoj odamlarni bular atrofidagi tunish bilishlar orqali tizimga oldi. Shunda astoydil ishladi bu xizmat uchun. Öylərə kirdi, əhvallarını bildi, tizim qaldı. Əmdi qançılıq iyan düşüdüqalığını bilməyimiz, əmdi cıq düşsə şularının çoğraq acətlərdən çıxsaq, az düşsə az layiq qısaq dəb. Şu an bir munca ailələrinin əhvallarını həqiqi əmili halətdə tizim qaldı bular. Tizim qılıb biz bu fəaliyyətlərini qılğandan keyin cəmi 36 min lira dollar cıq düşdü. Onu lira sundurub
ama Türkiye'de mu lira kartı kurgan pullar var. Hemiz koşulup 36 bin lira boptu. Buğandan keyin bu bala iş özleri küzetken ehval boyunca aile geçip berip ehvalını bilip qoluğa yetkizip aşında qılıp 25 ailege. Bunun içinde iki muşu virus səbəbindən doktorxana yetqagan ikisi var. Qağını 7 oxuğucu. Oşlarının aldığı mesela virus səbəbindən doktorxana yetqagan birisiga aldığı 2000 lira verildi. Yani bir küçük bir balı ciddi qutquzuş kirib qalgan onun 2000 lira verildi. En yuqarı verilgan somumuş buldu. En töyünüge oquvchilarga 300 liragachilik, kimdə aylıqlarına bəziləri 500 liragachilik oturda, hem de 1000 lira, 1500 lira aşta berip şu 25 aile 7 oquvchinin aştadan çıqqan bolduq. Bu töhfə sizlərə mənsub. Sizlər şu 2 yıllık təbrikləşini adətdəki bir təbrikləş usulda ötküzərsiniz buladı. Amma şunda əcir qılıb bol məzmunlarını xalqımıza sunduğunuzda onda huzur alğan xalq, yəni köңlünü bildirdi. Bildirgəndən keyin bu 2 yıllıqni təbrikləş intayın zor bir əhmiyyətlik, xeyir-səxavətlik keçilik boldu. Şunun bilan xalqımızmı bunun avaz qoşub bək yaxşı qollab bədi, nurgulğan yaxşı işlər vücud çıxdı. Bunun içinde mədiyləşdəki işlərinin biri muşu yaşlardaki muş işqi buğan əstaydil pozisiya. Muş yuqum məzgili Ramazanda əmədəm roz tutub, öydə buluşunu xalaydı əlbəttə. Onun üstü oturda çəklinmi boldu İstanbulda. Şundaq vaxtladım yenə amal ba vaxtını çıxırıb ailənin quluğu yetkizdi. Bu bir yaxşı boldu. İkinci yaxşı iş aşballar pullarını apırıp bəgil bəzi ailə meningdən bək ehtiyaclar var. Şular bəsanlanmamdı deb şunla xicil bolup ilişni rədd qılıb qayta degəndəkin andın ağan ailələr var. Özləri yardım ehtiyac bolsunmu? Gerçi başqalarına verişini təşəbbüs qılğan ailələr var. Bulardım şunda suyunduq. Hem de buların hamısının tizimligini şu yaşlar şunda yaxşı tizimligini qaldırıpman deyib, bunun içində bəzi özünü aşkarlaşını xalığanlar var. Onları aşkarlığan halət boyunca şu bala özləri yaşlar özlərinin Instagram səhifələrini taqatmaqçı. Onu keyindən şu cəriyanda aşkarlaşını xalığanlarını, rəsm tasa, video elişini xalığanlar, video ağan görünüşlər var. Onu biz bu söhbətimizin keyindən aş görünüşlərini qoşub olab taqıtımız birlikdə. Bək yaxşı məlumat verdiniz bu tərəfdəki işlərini təfsirli sözləb qandaq bolğanlıq doğrusu. Hem de biz mao ansambl buluş salayetimiz bilen bir xeyir-saxavet tor keçiligi ötküzülüyor deb birazcılık qısqa vaqt işidilan qarar qılıplan bunu qılıb qaldıq. Çünkü ansambl qurulğanı 2 yıl bolupdu ekan. Asli bundaq fəaliyyətini şu bir az degəndə bu 6 ay burun tayarlasaq təximi yaxşı çıxatdı. Lekin hem de Onunsiz bilan yaxşı boldu. Başvaqtның özüdə hem de qısqa bir 19-20 gündək vaqt qapdı ekan, şunun aldığında qarar qılıb qaldıq. Ansambl qurulğanıga 2 yıllık ötküzsek mi ötküzdik emas, şunu bir biz hem de Allah rızası üçün de pidai şeklinde hiç qandaq bir menfaat qoğuluşuş, şöhret qoğuluşuş qatarlıq mujnaq işlardan jiroq tuğan asasda özümüz bir Allah rızası üçün bir iş qılaylı, özümüzдің sanat talantıdan paylanıp bir özümüzдің qarindaşlarımızga kiçikkina bolsun bir yardımımız tegse özümüzni baxtli his qilamiz degan niyat bilan qisqa vaqtda qarar qiliblan bu keçilikni ötküzdük. Yani bunun ötküzgəndiki siz deganingizdə bununki biz o'ylagandimmi bunun nihoyatda yaxshi önüm boldu. Nurg'un qarindoshlarimiz Facebook'ta ya başka sosyal medyalarda o'zining nadir maqal asarlar orqali bizni qo'llab-quvvatlagan bo'ldi. Andan keyin o'zininki yaxshi tabriklarini evatgan bo'ldi. Nurg'un vatanparvar isil insonlarimiz ama şu Uyghur Avrupa ansamblini qo'llab qilayotgan ishlarimizning nihoyat xayrli, yaxshi ish ekanligini birinchidan xayr-saxovat o'zimizning qarindoshlarga yordam qila olgandan boshqa Uyg'ur san'atini chet ellarda tunutishga ahamiyatining borligini ham xalqimizning ruhiy kayfiyatiga yaxshi
bo'ladi ekan degan buydaq tabriklarni ivatdi. Ham mush munosabat bilan mushu maqola yozgan, tabrik ivatgan, parda arkasida turib bizga ruhiy jihatdan, moddiy, ma'naviy jihatdan yordam qilgan barliq qarindoshlarimizdanmi Alloh rozi bo'lsin deyman. Ham biz Allohim rahmat. Biz ham o'xshash rahmatimizni bildiramiz. ansambulda o'zimiz fidoyi shaklda bu san'at ishlaridan shug'ullanayotgan insonlar bo'lish salohiyatimiz bilan bizning qo'limizdan keladigan mushu san'at talantimizdan foydalanib men ajraq bir o'zingiz deb o'tdingiz 36 ming turk lirasi bo'pti endi. Uni endi mush xalqimiz o'zimizning xalqi qo'llab bergan bir iqtisodda endi. Albatta. Qo'ynonga deb ya'ni o'zimizning xalqiga kichikgina bo'lsa mana shu ehtiyojli insonlarimizga yordam bo'lib shular bir xo'sh bo'lib qolsa bizmi ishimiz rahat topadi endi. Bu duttachilib naqsh o'qib bu sanda o'sha bir faoliyat elib berib afidaroq foydamiz bo'pti deb ma san'atkorlarimizmi o'zimi alqa ko'ngli biroz rahat topdi, yaxshi bo'ldi. Demak buning xayrlik ishninki natijasi xayr bilan natij bilan oxirlashdi. Masalan sizmi riyosatchilik qildingiz, boshqa masalan kamera elayotgan qarindoshlarimizmi va boshqa undan boshqa ayna shu ehtiyoj Boshqa davlatlardan kelib yordamlashganlar bor. Shularga yardım ehtiyojli insonlar shularni yetkazib vaqtlarini chiqarib shu qilgan insonlar qarindoshlarimizdanmi hammalardan Alloh rozi bo'lsin deyman. Bu xayrli ishning natijasimi bu xayrlik bo'ladi ekan. To'g'ri deysiz. Unga yana bir eng ta'sirlantirgan bir ish bor. Ayliqi puliqi bizning hisobga kirdi. Men hisobni ko'rib turmanda, shuni ichida 3.9 dollarni uribdi birisi. Bir qizval uribdi uni. O'zining ismini bosh harfi A deb turar, to'liq ismi demay, dadisining ismini bosh harfi A. 3.9 dollar uribdi. Onundan 43 sini boj tutibdi. Şu an 3.47 dollar bu hesap kiribdi. Demak, şu qiz şu programını ko'rgandan keyin qila oladigan ishi yana da shu bo'lishi mumkin. Agar uningda ortiq bo'lsa ortiq beradi. Aldı 700 dollardan yordam qilganlar bor, ammo menga shu 3.9 dollar shu qadar ta'sir qildi. Ko'zlarimda yosh chiqib ketdi meni shuni ko'ribchi. Men shunda duo qilib ketdim. Xudoyim jih bergin. O naslini 700 yaşgacha berdigan Xudoyim 700 yaşgacha bergin dedim. Etliq qizi deb qizim deb bergan pul bo'lishi mumkin. Balki. Shu kichik farzandimiz ham shundoq bir ruh bilan iyaning qilganligi degan siz degandek haqiqatan ta'sirlik ishga. Shundoq ishlar bo'ldi. Undan keyindan shu ko'rib turiblim naq maydonda yordam qilganlar bor, keyindan nima qildi? Hatto ba'zilar menga ayrim messengerda gap qoldirib, "Ben hisobotni ne yo'lig'ingiz bilamay qoldim yoki bo'lmasa YouTube kirib ko'rib, ko'zay taqimsam ko'zim kichik ko'ramaydi ekanman, menga ayrim o'tib bersangiz, yordam qilay" deganlar bo'ldi. Ish qilib bek yaxshi insonlarimiz chiqqan. Adam bir ish qilma deb o'tirib chiqqan vaqtida insonlarimizni taniydi ekanmiz. Men u har qatim suhbatlarimda deyman, atrofimizga yordam suyar, ko'ngli yaxshi insonlarning jiqligini bo'lib biz mush programni yo'l qo'ygandan keyin men bek cho'nqir his qildim. Dunyoning hamma yerida shundaylik bag'ri keng yordam suyar Uyg'urlarimiz shunday jiqgan. Tirishchan Uyg'urlarimiz jiqgan. Ba'zan meni shunday yaxshi Alloh taolo bu insonlarni har xil yaratgan-ku hamda har xil qavmga, har xil rangga bo'lib mutlaq yaratgan. Hamda yaxshi insonlar dunyoda ko'p bo'ladi odatda. Yaxshi insonlar nihoyat ko'p. Yomon insonlar bor, oz son egallaydi hamda. Endi bir xayrlik ishni bu ishni qilish, bu ishning xayrlik yo xayrsiz ekanligini boshda diagnoz qo'yib qarash kerak. Biz mau bizning xalqimizda shu san'at, naqsh usul san'atimizga nisbatan, muqomlarga nisbatan zo'r ko'pchilik insonlarimizda to'g'ri tushuncha bo'lsa-mu, ya'ni ba'zi oz sondagi qarindoshlarimizda naqsh usul desalarmi, shahvonilikni targ'ib qildigan, shundoq Allohningki dinni unutib qolib,
ibodatni unutib qilib, duoni unutib qilib, oyatni unutib qilib, xuddi zarlik chekimlik o'xshash va boshqa shu islomda Aşın xuma olub kirib ketdi degəndə his qilib qaldı ekəndə, hə? shug'ullanadigan mandaq bir holatdagi ish bu deb mandaq tushunib qoldigan bir ishmi bor ekan-ku, bir mazmun bor ekan. Shu buni endi xalqimiz buni texmo jiq tushunadiganlar jiq endi, yani tushunmaydiganlar yani ancha-muncha bor ekan. Shu endi men davomli mush atrofdagi insonlarga deb kelamiz. Naqsh muzikalarimizda nihoyat go'zal axloq, fazilat, ota-onalarga hurmat qilish, kichiklarni izzatlash, cho'nglarga hurmat qilish, islom dinimizga sodiq bo'lish qatorliq masalan bir naqsh bor, bayatdan sizga keyin aytib beray dedim. Sevgi sevdası deydigan. Men o'tganda yaqinlarga o'qidim. Hazır aytib beraman anglaylı bo'lmasa. Salomat qilsa bu jonni avval iymonni Qur'onni deydi. Naqrat qismida shu naqshini, sevgi sevdası degan naqshida. Salomat qilsa bu jonni avval iymonni Qur'onni deydi. Demak bu xalqimiz bu xalq naqshlarida shundaq go'zal tarbiyaviy ahamiyatga ega so'z iboralarni ishlatgan nurg'un xalq naqshlari bor. Biz bu Uyg'ur Yevropa ansamblida ishlayotgan, ishlarla shug'ullanayotgan insonlarimiz bu tekstlarga nihoyat diqqat qilamiz. Hargizmi unda u albatta deganimdek naqshlarimizda bunda shahvoniy tekstlar bormi, bunda degan desak albatta bor. Yani bir cho'ng bir Uyg'ur san'ati buning ichida ajdaq xalqi yaramas naqshlarmi bor haqiqatan. Ayollarni tuvan ko'radigan va shahvoniy tekstlar aralashgan bor. Buni yo'q deb deyamaymiz. Lekin biz nihoyat isil tekstlik, isil naqshlarimiz, muqomlarimiz mesela O'shki muqom Abdurashidxon davridan tortib, Amon Niso xon davridan tortib taraqqiy qilib mush kunimizga keldi. Bizning programmamizda ko'rdingiz muqomlar bor, Uyg'ur xalq naqshlari bor, ustozlarimiz ijod qilgan isil ijodiy naqshlarimiz bor. Har xil janrdan tarkib topgan naqsh muzikalarni o'qib, mushu sahnaga chiqib yo'ldosh qarindoshlarimizga ko'rsatdik. Bir san'atkor mushu navbatda bir deb qo'yay, bir naqshini aytish, bir payda dutta bilan yoki bir tambirni chalib yoki boshqa skriptni, g'ajakni yoki dopni muzik instrumentlarini chalib chiqish uchun qanchalik buning san'ani aqsida qancha yil ajr qo'yib baqsa bo'ladi masalan. Men hozir 50 kirgan bo'lsam, bu dutta tambirlar aplashayotgan hozir 44 yil 6 yaşını başlattı ekanman. 40 necha yilni yoq chelib o'taman. Tahi davomli o'rganish bosqichida. Bu bak cho'ng bilim, bu jiq mashq qilish, jiq nimadan ketadi buningga. Shunga mushu chet-ellarda mayli biz bo'layli, Uyg'urning bir tambirini, dutturini yoki bir sezini bir o'rganay deb chelib, mayli yuqori darajada bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, chelib chiqqan insonlarga biz tashakkur etishimiz kerak, shuni rag'batlantirishimiz kerak. Çünkü Uyg'ur vakillik qilyapti. Samat, Mehmet yoki Fatima yoki Zo'raq vakillik qilmaydi u. U sozni ko'tarib chiqqan insonlar Uyg'urning ravbi, Uyg'urning duttiri, Uyg'urning tambirini ko'tarib chiqib, Uyg'urning bir san'atini ko'rsatdi deb millatni tashviq qilyapti-da avada. Shunga biz buni nuqul oldiki ve mandaq naqsh muzik xushal shishixaqa o'ynab kulib buni o'tkazadigan bir faoliyat ekan deb qarindoshlarimizninki vatandaşlarımızdan bunu tushunib qolmasligini, shunga bizga shunday to'g'ri tushunib ta'liq qilib uni qo'llab-quvvatlashlarni shu ekran orqali tavsiya qilsiz. Bizning shunday mavjud bo'lib turishimiz, taraqqiy qilishimiz barliq shu vatan sirtidagi diasporada yashayotgan xalqimiz bilan zich munosabatlik. Qo'llab-quvvatlashinglar, shunga ko'ngil bo'lishinglar, ma'naviy jihatdan, moddiy jihatdan har xil shaklda bir qo'llashinglar bizga nisbatan ilhom bo'ladi. Biz sizlarning ilhomlaringlar orqali bu san'atimizni texmi taraqqiy qilishga qo'limizdan kelishicha harakat qilamiz. Shunda bo'g'ay, go'zal natijalar bo'g'ay. Uyg'urning har bir ko'rsatgan tirishchanligi
Natija bəygey. Rahmet, rahmet. Əmdi bu, mən oyladım, bu Nakşi muzika sazının mı, dinimizdə əgər çetib qılıb gəlsək, bunu keyin dini ustazlar bilan bu to'g'riliq söhbət ötküzüşni oyladım mən. Bunu mu qandaq vaqtida joiz, qandaq vaqtida mubah, qandaq tekstlar qandaq vaqtida qandaq ma'nolarda bo'ladi, nimalarga diqqat qilish kerak deb buning nimalari bor. Bu Nakşi saz degan butunlay harom deb cheklanayotgan yiqilash qilib bo'lmaydigan narsa emas. Buningki har bir sorun, o'ringa qarata roli, shuning qarata buning darajasi bekitilgan. Abiyam degandek qandaq vaqtida mubah, qandaq vaqtida joiz, qandaq vaqtida harom degandekchu. Buning to'g'riliq ustozlarimizmi ko'p leksiyalarda bo'lgan. Men anglagandim necha yilning oldida WhatsApp toptirdi bunday leksiyalarni. Hem de hazır bunu yana qaytadan ekranlaştırıp bunu chuqum bir haqiqiy suhbat sifatida o'tirg'a chiqish zarur deb qaradim. Bundan keyin mush temadagi suhbatlarga Xudoyim buyursa, nimimizni ajirtimiz, zehnimizni ajirtimiz. Bizning Uyg'ur diniy jihatdagi tushunchalarimiz bilan bu o'zimizning san'ati hech qanday bo'raliq muxolif taqishadigan yeri yo'q menimcha. Fakat şu ustazlardan muş tarafta gaplarni soğan mesela vatandaki muqamchilarimiz, naqshchilarimiz, ataqliq ustazlarimiz var. Bazı naqsh müzik çalgan, saz çalgan insanlar naqshi sazni deb ibadetidan andaq chetnab ketgan avvallar bo'lsa, bu yaxshi bo'lmaydi deb aytgan. Mesela bir namoz vaqti kelsa, namozni çünkü Allah Teala namozni o'qishni vaqti bilan farz qilgan. O'qishni buyurgan, diniy ibodatni vaqtida qilishni buyurgan. Masalan, azon chiqib olsa, mana men dutta chalib, tambur chalib o'tlasak, usul o'ynab o'tlasak, bu qamlashmaydi. Yüzümüzning Allah Teala bizga ko'rsatgan diniy vazifamizni ado qilib bo'lgandan boshqa vaqtlarda yüzümüzning muqomlarini, yüzümüzning şu xalq naqshlarimizni ustazlarimiz o'qigan tarbiya va ahamiyati bor. Masalan, xalqni emgakka, ilm fan o'rganish taraqqiyotiga undaydigan, onalarni hurmatlaydi, dadalarni hurmatlaydigan, izzatlaydigan buydaq tekstlar bor. Nurg'un Vatan sevgisi paydo qilgan. Vatan sevgisi, vatanga bo'lgan muhabbati, vatanga bo'lgan sodiqligi, vatanga bo'lgan hissiyat qatorliq cesurluk, cengivarlık öndeydiğen naqshlar bor. Bu naqshlarni o'qib hatta diniy naqshlarimiz bor. Nurg'un bayat deganimdek xalqimizning ahvozarini ifodalaydigan, islom nisbatan hurmatini, muhabbatini ifodalaydigan tekstlar qo'shilgan nurg'un naqshlarimiz bor buning ichida. Uni o'qillar u ko'ydim pishdim deydigan undaq o naqshlar belki nayet az persende geldi bizning xalq naqshlarımızda, san'atimizning ichida. Bizning bu naqshlarimiz, san'atimiz bizning tariximiz bilan nayet zich munosabatli. Uyg'ur xalqining yashash tarix mezgildagi bo'layotgan nurg'un ishlarni naqshimizda ifodalab keldik. İlhammi mesela bu hozir nurg'un naqsh muzikalarimiz var. Bu tekstni tahlil qilgan bo'lsak, xalqimizning ahvozarini ko'rayotgan kunlarini tarixda qanday kunlarni ko'rgan, hozir qanday olatimiz, nurg'un narsalarni xalqimiz naqshi orqali, tekst orqali ifodalagan. Muqomlarimizda nurg'un tekstlarni tahlil qilgan bo'lsak, bu o'zining ifodasini topgan. Shuning uchun buni ham texim ichkirilib kelsak, gap uzarab ketadi. Albatta. Qisqasam, demak biz Allah buyurgan diniy vazifamizni ado qilgandan sirt yüzümüzden bu naqsh muzikalarni taraqqiy qildirsak, xalqimizning muqomlarini aytib, o'shada yo'qolib ketishning oldini olsak, chet ellarda bolalarimiz o'rgatsak shuni. Meningcha Alloh taoloning rahmati nayt cho'ng bo'ladi. Buningda bir boshqa bir sıkıntı, bir problem bo'lmaydi deb qarayman shaxsan endi. Meningcha men unda diagnoz qo'yib, anda bo'ladi deydigan salohiyatda emas, lekin din bilan muxolif keldigan bo'daq mas kelmaydigan hech qanday yeri yo'q deb qarayman shaxsan. Muhtar efendim, nayet yaxshi paranlaştık.
Endi söhbetimizni ayaqlaştırışdan aldıda sizning ko'pchilikka va ko'rurmanlarga deydigan qandaq bir yurak so'zlaringiz bor, uni bir anglab etgan bo'lsak. Bo'ldi. Men taqa shuni talab qilay degandim. Ha? Bir taklifni o'tirib qo'ydingiz. Birinchidan shu san'at kechiligiga iqtisodiy jihatdan, ma'naviy jihatdan yordam qilgan barliq vatandoshlarımızdan Allah razı olsun deyman. Allah Teala birge mingni bersin. Aziz Amin. dinlarni salomat qilsin. Amin. Mush munosabat bilan ansambl to'g'risida bir e'lon deb olayimda. 2019-yili qurildi ansamblimiz. Hozirgacha 16 nafar A'zosi bor. fidokor yigit qizlarimiz bu ansamblda o'zining talantini joriy qildiradi. Shu vatan sirtida, ya'ni hozir internet davri bo'lib ketgandan keyin nada bo'lishidan qat'iy nazar, mayli Qozog'iston, Qirg'izistonda bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin va yoki Yevropada, Amerikada, Avstraliyada bo'lsin, nerede bo'lishidan qat'iy nazar, vatanda shu san'at ishlari bilan shug'ullanib va yoki o'z dutatdan bir naqsh etishni yaxshi ko'radigan mush ansamblga billa san'at faoliyati bilan shug'ullanishni xohlaydigan, usul o'ynay oladigan, dutatdan bir chala oladigan, bundaq o'zining talantini joriy qildirishni xohlaydigan fidoyi qarindoshlarimiz bo'lsa, shu biz bilan aloqalashsa, ko'rishib, shu san'at ishlarini texmi yaxshi elib berish uchun birlikda harakat qilsak, shu yuqorida ismi atalgan qobiliyatli insonlarni qarshi olamiz demoqchi. Men bilan aloqa qilsa, email adresini qoldirib qo'ysak yoki telefon orqali aloqa qilsa, yo sizlar bilan aloqa qilish men bilan ko'rishim bo'ladi. Aloqa qilish xiyoli bor odamchi topadi sizni. Unda biz Muxtar efendim, ko'paysak demoqchi. Boshqa davlatlardan bo'lsa, hozir internet bo'lgandan keyin bu to'rdimi, ya'ni birlashib o'yan qo'ygan bo'ldi ekan-ku. Chuqur shu Yevropada bo'lmasin bo'laverdi ekan. Boshqa davlatlar talant egalari bo'lsa, bizlar bilan aloqa qilsa, shu ansambl qo'shunimizni texmi kuchlantirsak, texmi kasblashgan insonlardan tarkib topgan, ustozlarimizdan, talantli yoshlarimizni tarkib topgan, hatto milliy muzik emas, Uyg'ur naqsh musiqalarimizni elektronlik sozlar bilan chala oladigan, texmi yaxshi darajada yuqori saviyada o'rlaydigan insonlarimizni qarshi olamiz Uyg'ur Yevropa ansambliga deb e'lonni shu ekran orqali biz so'zlab olmoqchi. Ha, yaxshi oldu. Yaxshi oldu. Endi Uyg'ur Yevropa ansambli deb qurib, bütün dünyadan qabul qilib, endi ismingizni, biyana ismini endi Uyg'ur Dünya ansambli deb o'zgartiring endi. Agar boshqa kaplar a'zo bo'lsa. Bo'lmasa ism kichik kelib qolgandek. Bu deganimizdek isim hamda Uyg'ur Yevropa ansambli deb aylanib qurdik hamda. Demak, hamda vatanda hamda bak talantli san'atkorlarimiz hammasi shu asosli kelish manbasi vatan ham san'atkorlarning kelish manbasi. Chet eldagi hammalar shu vatanda o'rganib chiqib shu yerda talantimizni joriy qilib kelgan insonlar. Hamda vatandan boshqa Qozog'istonda maxsus Uyg'ur teatri va talantli san'atkorlardan tarkib topgan Uyg'ur san'at umigi bor. Qozog'istonda, Qirg'izistondami yana san'atli talantli yoshlarimiz bor. O'zbekistondami bor ekan. Shu 3 yerdan boshqa hamda shu Yevropada, boshqa davlatlarda nurg'un san'atkorlarimiz o'ziga usul o'ynab, o'zi naqshini o'zi aytib, tambur dutas o'ziga chelib yurayotgan bunda maxsus kasbiylar ham bor ekan-ku. Bular bunda variant topolmay, bunda qanday qilsam bo'ladi deb yurayotgan bunda insonlarimiz bor ekan. Shu bizning umidiki bu ansambl nurg'un qarindoshlarimiz o'zim aktiv holatda izlab so'rab topgan. Boshqalarga surishtirib yurib buni ko'rishganman. Hammalar bilan ayrim ko'rishib, shunda buning bunda qurilish asosida bunda qurilib qolgan emas. Har bir san'atkor bilan ayrim so'zlash jarayonida shundoq tashkillandik hamda. Maqsad nima desangiz, texmi yaxshi muqomlarimizni san'at kvalitet yuqori saviyasi yuqori saviyadagi san'atlarimizni taqdim qilishni maqsad qilamiz endi. Deganlaringiz kelgay. Birdan bir Gullab yashnag'aysizlar. Yoshlarimiz bor ekan-chi, biz bilmaydigan.
yakında anladım. Nurgul yaşlarımız yüzünki çetelerde mesela yüzüne ait mesela Kumul vilayetlik Senet Übek 7-8 yıl işleyen ravapçılık işleyen karındaşlarımız yüzü başka kesiplerle şugulunu oturttular çetellerde. Sonra attıma hem de aşina talant insanlarımızın baki önemli bu çetellerde. O bir misal. 9 yıl bu Kaşgar avıpın çelip senet ümek işleyen bir senetkar şunu dari kıldıramay yüzünün turmuşunun elekçiligi de yani başka faaliyetlerle şugulunu jürvatkan oynak senetkarlarımız baki. Demek yani bu senetkarlarımızga biz hazır maaş veremeymiz bularga. Bu tutat emirlerine bu çetelde kursak doymaydı bu. Hem şu pidaylık bilen bunun şu yüzünün pulu bilen yüzünün vaktini çıkarıp oydak bir uyum koyup hazır koyamadığımız ama pandemi şu sebeplikti. Şu bulavatka iş. Lekin hem de bu burgun karındaşlarımız bu senetini hemen üstüne koyduğun şu ihtizatını mı gözlemeydiğin vaktini mi gözlemeydiğin fakat bu senet bu tutat emirine sazlarımızı, nakşılarımız, usullarımızı, mukamlarımızı terakki kıldırsak da pidaylık közlüğe mi karındaşlarımız var çok. Bu da hazır şu ansambılımızdaki 16 nefer insanlarımız okşaş. Şu aşındak hissiyattaki, aynı arzudaki insanlarımız, karındaşlarımız bolsa, alakaysa biz öyle tekmi yaxşı terakki ketsek deydiğen bir arzu yumba. Şunu şu ekran arkalık Däw aldığınızda karındaşlarımızga divagım keldi. yaxşı oldu. Yaxşı boldy. Muhterem efendim, arzularyňyzy däw aldığınız, kuruluş jarýanlaryny obdan dep bädiňiz. Hem iýan işlerini bir akur değişken bolduk. Naýat köňüllik paraňlaşdyk. Eň ahyrky ýürek sözleriňizi aňladyk. İltijalarınızı, samimi tawsiýelerinizi hem aňladyk. Ondak bolsa söhbetni şeýle aýaklaşdyrsak. Sizden Allah razı olsun vaktinizi çıkarıp nahayet yaxşı programını oylap çıkıp mana Uygur Avrupa ansamblyga sözleş fırsatını berdiniz. Onda değiş ketmeydi. Bizim bu sähnemiz bütün Uygurlarga berilgan sähne. Biz şunda bir fırsat berişini halaýmyz. Uygurlarymız üçin hyzmat kılmyz. Suallarga jogap berdik. Şumuş münasebet bilen diasporadik halkymyzmy Uygur Avrupa ansambly dik äzalaryny tunudy, nime maksatda, kandak planlar bilen, kandak insanlardan terk takanlygymyzyny ança-munça haber tapgan boldy. Demek ki hem de muş söhbet arkalyk bir halkymyzga yaxşı bir uçur boldy. Desek menimçe hatalaşmayız. Sizge bir rahmet bugünkü wagtyňyzy çykyryp gatnaşyp bergeningizge. Allah razı olsun. Onda bolsa ekran aldyky aziz görürmenler, bugün Muhtar Efendi bilen ötkezgen söhbetimiz muşat aýaklaşdy. Bunundan keyinki söhbetlerimizi görüşeýlik. Hayır hoş, Allah emanet. Yaxşı adamlar ketmese deymen, yaxşılar məngü yassa deymen. Allah bizge bergini ayay, fakat ölümden habersiz insan. Yaxşılar çalgan sazni sığındım, yaxşılar itqan muňy sığındım. Yaxşılar ketdi kadirsiz üçün, duwa kılayly yaxşılar üçün. Bu dünyada hamma adam aziz bir mehmon. Oxşamaydı basqan qadam, oxşamas nişan.
Rəhimsiz təqdir, qədirsiz ayaq. Əzizlər kətdi, məngügə azab. Yığıldım qalğan arzular üçün, yetməyən məqsəd armanlar üçün. Yaxşılar özü yandırğan çıraq, İnsanğa ayan hayat bir sınav. Mehirsiz qalğan yaxşılar bardır, açıqdın qalbi sunğanlar bardır. İnsafni Allah bergini ayan, biz yaxşılarımız qalaylı bayan. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli vatandaşlar. Men Uyg'ur Yevropa ansamblidan Muxtar Abdukerim Jambaz. Ro'za Hayit munosabati bilan barliq muhojiratdagi vatandaşlarimizning hayitini qizg'in tabriklayman. Ansamblimizdagi barliq san'atkorlar vakolatidan qizg'in salom yo'llayman. Ro'za hayitinglarga muborak bo'lsin. Ansamblimiz Ro'z Ramazan'ın arpısıda bir meydan torda hayır sahavet keçiligi elip bağan edik. Muşu keçilikke iqtisadi jihatdan yordam qilgan, ma'naviy jihatdan yordam qilgan ve sosyal medyalarda o'zining maqolalarini yozib, ruhiy jihatdan bizga madad bergan, qo'llab-quvvatlagan barliq vatandoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Hammalarga ansamblimiz vakolatidan qizg'in salomlar yo'llayman va rahmatlarimni yo'llayman. Endi Uyg'ur xalq naqshilarimizdan So'ygi savdosi nomli naqshini sizlarga taqdim qilmoqchi. Bu naqshining tekstini va so'zini Uyg'ur xalqimiz yozgan. Bu naqsha atağlıq Duttar Şahi Abdurrahim Hayit Ustazım özününki CD plastinkasının ismiga ishlayotgan naqsha. Men bu bek yaxshi ko'raman bu naqshni. Shunga buning tekstini o'qishdan burun sizlarga bir deklamatsiya qilib berishni muvofiq deb qaradim. So'ygi savdosi. So'ygi savdosi ajab tushdi boshimga mening. Kaşki bolsa idiğo, ahu yoldaşım mening. Günnarim vayyay, salamet kılsla bu canni, evvel imanni, Kur'anni. Bir körüp kayta körelmey ay cemalini isit. Kan bulup akmaktı közdün, toxtumay yaşım mening. Vesli dildar tuğdurup könglimde bir şirin ümit. Eylidi yarının xiyali məngü sırdaşım mening. Çaçmasa ul ay eğer bu xəstige öz nurunu, ni qılur mən bolsi icran oğusi aşım mening. Günnarim vayyay, salamet qılsla bu canni, evvel imanni, Kur'anni. Uyghur xalqimiz İslam diniga, Kur'an'a bo'lgan hurmatini
ve muhabbetini fakatla özünün camialarda, mescitlerde ve öylerde kılgan ibadetlerle çekilip kalmasın. Belki halk nakşılarıdımı, sanatıdımı İslam'a nisbeten, Kur'an'a nisbeten yukarı derecedeki hürmetini ve sevgisini ifadeleyen. Bu şu sevgi sevdası degan nakşıda asaslık ilgili sürmekçi olan mezmun selamet kılısla bu canını evvel imanını Kur'an'ı deyiş arkalık halkımızın İslam'a nisbeten, Kur'an'a nisbeten intayın hürmetinin çoğunluğunu nakşıda ifadeleyen. Tövende bu nakşınınki orijinal kısmını nak meydanda kullandım kilişçe uğurlap verişke hareket kılımın. Sevgi sevdası ecep düştü başım geminim. Sevgi sevdası ecep düştü başım geminim. Keşke olsa ediğim ah yoldaşımın günlerim vay selamet versin bu canım evvel imanni Kur'an'ni. Bir görüp kayta körelmey ay cemalin iyisi. Bir görüp kayta körelmey ay cemalin iyisi. Kan bulup akmakta közden toxtumay yaşımın gülnarım ay selamet versin bu canım evvel imanni Kur'an'ni. Vesli dildar tuğdurup gönlümde bir şirin Vesli dildar tuğdurup gönlümde bir şirin eylidi yarın hiyali Mengi sırdaşımın gülnarım ay selamet versin bu canım evvel imanni Kur'an'ni. Çeçmisa ay eğer bu hastige öz nurni Çeçmisa ay eğer bu hastige öz nurni ne kılır men bolsa icran
Oğusi aşiminim Günlerim vay Selamet bilsin bu canni Evvel imanni Kur'anni Evvel imanni Kur'anni